Oddiygina uchrashuv tarzida o'tmaydi bu vebinar. Bu ilmiy ishni boshlagan, lekin qanday boshlayman, mavzuni qanday olaman yoki bo'lmasam aynan ishni qanday ketma-ketlikda olib boraman, himoyagacha qanday yetib boraman degan savollarga amaliy tarzda javob olasiz degan umiddaman. Vebinarimizni oxirida albatta men ham buni uddalayman degan fikr bilan chiqishingizni istayman. Telegram kanalimizda ham Zoom platformasida ketyapti. Aynan mavzumiz PhD formula, mavzudan himoyagacha bo'lgan aniq algoritm e'lon qilinadigan ishlar aynan dissertatsiyaning ilmiy yangiligini aks etishi kerak. Avtoreferatida va dissertatsiyada aks etishi kerak. Minimal talab 7 tadan kam bo'lmasligi kerak. Xo'p, undan 3 tasi ilmiy maqola bo'lishi kerak. Ko'pchilik konferensiyada yana bittasi esa xorijiy davlatda o'tkazilgan xalqaro konferensiya. Bu mahsulotga kiradi. Hali yangilikda ham yana to'xtalizmi, oldin uni ichiga kiring, material to'plang. Kerak bo'lsa bitta mavzuni olganingizdan keyin 3 oy, 4 oy kerak bo'lsa 6 oy yoki 1 yilgacha materialni to'plab oling. Ular jamlanmasi bu. Siz hamma chalkashib yotgan joyni, juda ko'p narsa chalkash bo'lib yotgan joydan siz o'zingizga kerakli narsani topa olmaysiz. Siz aynan o'zingizga kerakli bo'lgan joydan qidira olishingiz kerak. Bu sizga kerakli bo'lgan joy birinchi navbatda Google Scholar. Maqolalarni olishga imkoniyat beradi, kitoblarni topishga yordam beradi. Juda ko'p katta ilmiy fond bor. Bundan agar to'g'ri foydalana olsangiz, mavzungizga tegishli bo'lgan juda katta materialni ola olasiz. Qilish kerakli haqida reja berib boraman. Shu bilan vebinarimizni yakunlaymiz. Vebinarda qatnashgan barcha ishtirokchilarga vaqtingizni ayamasdan bizni tinglab qatnashganingiz uchun kattakon rahmat. Fikrlarni kanalda bo'lishib boramiz. Siz nima oldingiz, nima o'rgandingiz? Jamoamizga ham kattakon rahmat. Bugun mobilografimiz Odinaxonning tug'ilgan kunlari edi. Tug'ilgan kunlari bo'lsa ham hamma mehmonlarni tashlab biz bilan shu yerda o'tiribdilar. Allohida kattakon rahmat. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Sog' bo'ling. Rahmat hammaga.